Assalomu alaykum hurmatli uzr-ko'ychilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga beg'ishlagan maxsus programmamizga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 6-oyning 8-kuni seshanba. Hammanglarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Hurmatli ko'rurmanlar. Tuanda diqqatinglar bugungi programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilan ötən ili 9-cu ayda qurulğan Xalqaro Uyghur Sot Kollegiyasının tuncu soti mustabid Xitoy hakimiyyətinin şuncha qattiq besimi, hücumi, təhdidi və buzğunçılıqıga qaramasdan 6-cı ayının 4-cü kunidan 7-cü kunigacha Londonda muvaffaqiyatli holda ötküzildi. 4 kun davom qilgan sotda chet ellik mutaxassislar və Sharq Turkistonliklardan bo'lib 40 nafarga yaqin kishi guvohlik berdi. Bularning ichida Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos va lager shoidlaridan Qalbinur Sidiq, Sayragul Saudbay, Gulbahor Jilolova, Ömer Bakalilarni o'z ichiga olgan 15 nafardan ortiq shoid har qaysi allardan Londonga yetib kelib sotda bevosita guvohlik berdi. Boshqa shoidlar bo'lsa tor orqali guvohlik berdi. Sot jarayonida Angliya Oqsumaklar jamiyatining a'zosi Oltin Dorang, Angliya parlamentining a'zolaridan Nusrat G'ani, Semits qatorliqlar alayda so'z soliga kelib qurultay hay'atidan va guvohchilardan hol so'rab madad berdi. Ammaga ochiq bo'lgan sotning oxirgi kuni o'xshash kiyingan 2 nafar Xitoy ayolmi tomoshabin sifatida sotga qatnashdi. Ammo sot hay'ati ularning salohiyati haqida uchur bermadi. 2018-yili Sharq Turkistonda 1 yil soqchi bo'lib ishlagan va hozir Germaniyada siyosiy panohlik tilab turayotgan Wang familiya Xitoyning bergan guvohligi, bu navbatlik sotda guvohlik bergan butun shaxslarning guvohligining rostligini yana bir qitim to'liq dalillab berdi. Xitoyning soqchi kiyimi bilan to'g'ri orqali guvohlik bergan Wang familiya Xitoy shoid o'zining Sharq Turkistonda 1 yillik soqchi bo'lib ishlash jarayonida taxminan 300 ming begunoh Uyg'urning tutqun qilinganligidan xabardor bo'lganligini, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan butun yerli xalqlarni terrorist va dushman deb qaraydiganligini, soqchilarga lager tutqunlarini xohlagancha qiynash huquqining berilganligini, qiynash jarayonida o'lim yetim voqealarining pat-pat ko'rilib turdiganligini, tutqunlarni tok bilan qiynash va yuqori besimli shilanka orqali tutqunlarning eg'iziga suv purkish usulining odatdagi bir qiynash vositasiga aylanib qolganligini bayon qildi. Sot hay'atining bayon qilishicha bu Xitoy soqchining yozma guvohligida insonni dahshatga tushiradigan yuqoridagi ahvollarni oyda tafsiliy va dalil isbotli holda o'rin olgan. Gollandiyada Londonga yetib kelgan lager shoidi Qalbinur Sidiqning guvohligi bilan boshlangan sot Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini dunyoga oshkorlashda intayin muhim rol o'ynagan germaniyalik tadqiqotchi Addi Ranziniz apandimning guvohligi bilan oxirlashdi. Guvohchilarning Uyg'ur, Qozoq va O'zbek qatorliq millatlardan tarkib tepishi chet el matbuotlarining alohida diqqatini qo'zg'adi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi sotning yepilishida qilgan so'zida 2-chi navbatlik sotning bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha yana Londonda chaqiriladiganligini e'lon qildi. Stansimizning egallashicha 2-chi qitimliq sotga yangi shoidlar taklif qilinadi va sotga bevosita kelib qatnashadigan guvohchilarning soni ko'paytiriladi. Bu yilning oxiriga qadar sud hay'ati o'zining oxirgi hukmini jakarlaydi. Bu qitimqi sotning amaliy ahvoli Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi va Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi tarafidan naq maydondan tarqatildi. 4 kunlik sotning umumiy jarayonini bu 2 kanalning YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Sot oxirlashgan hamon Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim sot zaldan stansimizning naq maydon programmasi orqali bu navbatlik sotni xulosalab tuvandagilarni bayon qildi. 6-ayning 4-kuni boshlangan Uyg'ur soti hozir muvaffaqiyatli oxirlashdi. Bas sotchi Jeffrey Nice apandimning yepilish nutqi bilan oxirlashdi. 1 yildan ortiq vaqtdan buyon har xil materiallarni to'plash, iqtisodiy safarbarlik qilish o'xshaydigan uzun muddatlik bir tayyorliklardan keyin 4 kundan kutgan bu sot nihoyat muvaffaqiyatli o'tdi. Xalqaro matbuotlar, BBC, Association Press, Erkin Osiyo radio stansiyasi va shunga o'xshaydigan Reuters va Al Jazeeraga o'xshaydigan xalqaro matbuotlar bu sotni naq maydondan tarqatdi. Şunun bilan birga Dunyo Qurultiyi to'l televiziyasi Erkin Osiyo radio stansiyasi naq maydondan tarqatdi. Bu sot nurg'unlagan tillarga, dunyodagi tillarga tarjima qilinib tarqatildi. Bu sotning xalqaroliq insonlarning bilinishi, dunyoviy diqqat qo'zg'ash nuqtai nazaridan nihoyat muvaffaqiyatli bir media nimasi bo'ldi, tarqatishim bo'lib o'tdi. Bu sot jarayonida 38 shoid guvohlik berdi. Buning ichida 24 Sharqiy Turkistonlik shoidlar, buning ichida jazo kamplarida
öz beşidin köçüyken kısmetlerini sözleyen şahitlerimiz var ve ailesi yo'qolib ketgan her xil qismatlarga duchor bo'lgan şahitlerimiz var. Onundan başka 14 xalqarалық mutaxassis özünün Şarkı Türkistan'daki bu ceza lager meselesi hakkındaki fikirlerini oturup koyup öttü. Demek 4 gün jarayonda ciddi, keskin bir sot bo'ldi. Xalqaro o'lchamga xalqaro qonunlar doirasi ichida sifatlik yuqori salohiyatli bir sot bo'ldi. Temennimiz bu sotdagi maqsadimiz Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib borayotgan bu zulmini irqiy qirg'inchilik deb insoniyat qarshi ishlangan bir jinoyat degan bir xulosaga kelish. Albatta bu sotning ixtiyorligidagi bir masala, ammo hozirgacha sot anlagan uçurlar, guvaçlarının məlumatları insanı hakikaten naiti kaygı salıdı. Bu sot jarayonida naiti hayacanlıq minutlarga şahit bulduk. Guvaçlarının ki şahitlarının bəgən məlumatları nurgullu bu sot qatnaşqıcı insanlarını, advokatlarını naiti hayacanlandırdı. Hatta göz yaşlarımızın tutanmagan vaxtlarımı bop ötdi. Bu münasebet bilen bu sotqa bir yıldan buyan küçük ağam bu sotning vücutga chiqishi uchun maddiy ma'naviy yordamda bo'lgan bütün Şarkı Türkistanlık vatandaşlarımızga, teşkilatlarımızga köpten köp rahmet eytimiz. Şundakla bu sot jarayonida 11 saat 10 saat müdürmay oturup tercümanlık hizmetlerini kılan qarindaşlarımız var. Tercümanlarımızga müşek bivasıt kelip bayak tor alqırıp tercüme işi yardım kılan qarindaşlarımızga bulag rahmet eytimiz ve şunun bilen birge yuqori degandikidek bu sotning tayyorlanishi uchun guvohliklarni ag'a vaqtida buni inglizchaga tarjima qilib ratlash ishlari qatnashgan nurg'unlagan fidoyi ziyolilarimiz va tarjimonlarimiz va yozma shaklda qilgan ularga bu yerda alayda rahmat aytamiz va shundaqla sot jarayonida logistik Muşu mimarlarını kütüveliş, tamak işlerini orunlaştırış, yürütüm işleri aksep hizmetlerde köp fidakarlık kılan Angliya Uygur Cemiyeti'nin ki reisi başlık idare heyetleri var. Bulağımı alayda rahmet etimiz. Sotdaki ahırlaşmadı. Sotun birinci baskışı ahırlaştı. İkincisi 9. ayda bulduğallıqını 9. ayın 10'dan 13. çıslağıca bulduğallıqlarını bas sotçu Jeffrey Nice Efendi bugün ilan kıldı. Demek ikinci katılımlık sotumuz 9. ayda buldu. 9. ayda mı Muş'un okşaş yanına şahitler yüzünün guvalıqlarını berdi. Bu katım guvalık belgelerinin bir kısmını sot yanına kayıt teklif kılışı mümkün. Onun başka yeni şahitlerini sotka teklif kıldı. Onun için bu 4 günlük sotumuz naq meydandan kögen bütün qarindaşlarımızdan ciddi tayyorlik qilishini hozirgacha buni ko'rgandan keyin o'zida yana qimmatli materiallar bor qarindaşlarımız vaqtni o'tkazmasdan biz bilan aloqa qilishi o'zida bor ma'lumotlarni beşini o'tkazgan qismatlarni biz bilan o'rtoqlashishni 9. oydagi sotning texmi kuchli paketlar bilan elib berishiga yordam qilishni talab qilamiz. Shuning bilan birga yana bu sot jarayoninin o'zida yurtdoshlarimiz ko'rib o'zi his qilgan har xil kamchiliklar va taklif fikrlar bo'lsa unimiz yozmish shaklda bizga vaqtida yetkazsa biz buni sot hayiti bilan aloqa qilish orqali bu qatim saqlangan ba'zi qisman kamchiliklar yoki savalliklarning 9. ayda texmi mukammal shaklda elib berilishiga turtkish bo'ladi. Shuning uchun sizlarning hozirdan boshlab bizga o'zinglarda bor materiallarni ta'minlab berishinglarni, shuning bilan birga 9. ayda mishadamda nurg'unlagan insonlar shu şahit bulduk. Xalisani işledi. Xalisan bexatarlik meseleleri Xitoy hukumati sot başlayışının aldıda bu sot qatnashib kelganlarga psixologik besimlar qildi, tahdidlarni qildi, har xil o'yinlarni o'yindi, ammo shunchalik besimlar qaramay şahitlerimiz, guvohchilarimiz naq maydonga kelib ayak tordan o'zining jasoratini ko'rsatdi. Demak Xitoyning bu eppagan bütün suiqastlari mag'lub bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi va shundaqla miyada nurg'unlagan Uyg'urlardan boshqa mush sotda kecha kunduz xizmat qilgan nurg'unlagan fidoyi insonlarni ko'rdik. Mush angliyalik fidoyi insonlarni ko'rdik.
en azından şu sotning bexatarligini qo'g'dash uchun 20-30 kishilik bir bexatarlik xodimlar o'rinlashtiribdi. Onundan boshqa shu sekretariatda 15-20 dan ortiq insonlar xizmat qilyotdi. 19 tane sotchi 11 soatdan 10 soatdan michada jafoli xizmat. Mushlarning hammasini bir insonparvarlik to'g'risidan bir sinf haq qilmay turib elib berildi. Ama 9-oylik sotimiz uchun yana yurtdoshlarimizning bu masalada iqtisodiy safarbarlikka ehtiyojimiz bo'ladi. Buningga qarindoshlarimizni bu yerda ifoda qilaylik. Shuningga hammamizga muborak bo'lsin, millatimizga muborak bo'lsin. İnşallah 9-oylik sotimiz texnik kuchli dalillar bilan, faktlar bilan o'tkazilib, eng oxirida bu yilning oxirigacha sot hay'ati eng oxirgi qarorni berdi. Shuning butun millat safarbar bo'laylik, buni qo'llaylik, quvvatlaylik va ekran oldidimi 10 soatlab zerikmay o'ltirib, mushuni ko'rgan qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hurmatli uzr ko'yuvchilar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga beg'ishlangan maxsus programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.